Ichanqal'a O'rta Osiyodagi yirik va noyob me'moriy yodgorlik. Xivaning ichki qal'a, Shahriston qismi shaharning Dishan qal'a, tashqi qal'a qismidan kungador devorlar bilan ajratilgan. U Xiva Robboti Dishan qal'adan baland Qo'rg'ontepaga o'xshab ko'rinadi. Ichanqal'aga 4 ta darvoza, Bog'cha darvoza, Polvon darvoza, Tosh darvoza, Ota darvozadan kirilgan. Xorazm xalq me'morligining ajoyib obidalari, madrasa, masjid, saroy va minoralar asosan Ichanqal'ada joylashgan. Undagi me'moriy yodgorliklarning yaratilish tarixi asosan 4 davrga taalluqli. Birinchisi, Xorazmning qad davridan to Mo'g'ullar istilosi davriga qadar. Bu davrdan Ko'hna arkning g'arbiy devori, qal'a devorining shim-sharqiy burchagidagi qad davriga mansub burj va qal'a devorlari qoldiqlari saqlanib qolingan. Ikkinchisi, Xorazmning 1220-yildagi Mo'g'ullar istilosidan keyin tiklanish davri. Bu davrda Said Alovuddin maqbarasi va bir qancha mahobatli binolar qurilgan. 3-davri 16-17 asrlarga to'g'ri keladi. Shu paytda Abulg'ozixon va Asfandiyorxon hukmronlik davri edi.